Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Nukus qishlog'ida tug'ildi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach, Toshkent davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining jurnalistika yo'nalishiga o'qishga kirib, oliygohni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunladi. Abdulla Oripov talaba vaqtida respublika matbuotida Qushcha deb atalgan ilk she'ri chiqqan. Shundan keyin Abdulla Oripovning ketma-ket munojatini tinglab, birinchi muhabbatim, bahor, kuz, saraton, O'zbekiston, Otello, sarob, dengizga, malomat toshlari, oltin baliqcha, yuzma-yuz, genetika kabi she'rlari o'sha davrda o'zbek adabiyotining yorqin namunalaridan biriga aylangan. 1965-yilda Oripovning Mitti yulduz nomli ilk she'riy to'plami o'quvchilar qo'liga yetib borgan. Bu Oripov ijodining boshlanishi edi. Mitti yulduzdan so'ng Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Qasida, Yurtim shamoli, Hayrat, Najot qal'asi, Yillar armoni, Ishonch ko'prigi, Munojat, Haj daftari, Saylanma, Ishonch ko'priklari kabi bir qator she'riy to'plamlari bosmadan chiqa boshlagan. Abdulla Oripov juda sermahsul ijodkor bo'lib, dostonchilikda ham o'zini ko'rsatgan. Xususan uning Jannatga yo'l, Tabib va o'lim, Ranjkom, Sohibqiron kabi dostonlari o'zbek xalq adabiyoti muxlislariga juda manzur kelgan. Abdulla Oripovning O'zbekiston oldidagi xizmatlari cheksiz. U mustaqil O'zbekistonning madhiyasi muallifi hisoblanadi. Abdulla Oripov Dantening ilohiy komediya asarini, Nekrasov, Lesya Ukrainka, Shevchenko kabi dunyoga mashhur yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 2016-yil 5-noyabr kuni AQShning Xyuston shahrida 75 yoshida vafot etgan.